Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Shahruh Rahimov. Bugun implantatsiya bo'yicha, imendan kesmasdan implantatsiya o'rnatish bo'yicha trendda hozir polni tushuntirish olib boramiz. Shu uchun tayyorlanib turibmiz. Lekin bundan oldin qisqa savollar bor ekan, shu savollarga javob berib o'tacakmiz. Keyin iloji bo'lsa, agar qiyinlik etmasa sizlarga birdan like bosib qo'yinglar. YouTube'da like dum ahamiyatli narsa ekan. Shu narsani qilib qo'yinglar iloji bo'lsa. Oldindan rahmat like uchun. Savollarni bersangizlar bo'ladi endi. Doktor, eshitishim bo'yicha implant 10 yildan keyin tushib qoladi ekan. Shu gap rostmi? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nima ishlatish kerak? Implantat bir kunda ham tushib qolishi mumkin. Hazil emas, chesni. Вообще-то implantat tushib qolishini ikki bosqichga bo'ladi. Birinchisi implantat o'rnatilgan vaqtda suyak bilan birikmay burun tushib qolishi, ikkinchisi birikkandan keyin tushishi. Ikkisi ikki narsa. Bunda implantat suyakka implantat o'rnatiladi, suyak tikiladi, ya'ni ustundagi milk tikiladi. O'sha etapda 3 oy suyaklanish etapi bo'ladi, o'rtacha. Yo'qlari 1,5 oy ham bo'lishi mumkin. 1,5 oydan 3 oygacha suyaklanish etapi bo'ladi. Biz osteointegratsiya deymiz buni fan tilida. O'sha etapda mabodo implantat integratsiya bo'lmasa, suyak podogref bo'lgan bo'lsa, yoki bo'lmasa suyaklanish kam bo'lsa, yoki mikrob tushsa, yoki infeksion xos narsalar bo'lsa, zonada infeksiya tushsa, implantat tushib qoladi. Va bu dim tez bo'ladi. Mo'z 1 kunda, mo'z 3 kunda, mo'z 5 kunda. Va bunda implantat qayta o'rnatish imkoniyati qoladi baribir. Tak, bu implantatni tushib qolish ehtimoli bo'lishi aniq, bo'lishi mumkin. Birinchi tushishlarni bildik. Implantat qo'yib, suyak bilan birlashmasdan oldingi tushishlari. Bular tez bo'ladi. Xo'p, buni protsentni aytaman sizlarga. Implantat standartli holatda, standart suyakka milk kesib o'rnatilsa, 98% yashovchanlik beradi. 2% holatlarda implantat ketadi, yashamaydi. O'sha 2% tushish shunda bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tushishi bor. Implantat o'rnatiladi, suyak bilan birlashadi, ortopedik konstruksiyalar o'rnatiladi, nagruzka boshlanadi, pasient bemalol chaynashi mumkin, yeyishi mumkin bunda. Keyin tushib qolishi bor. Bu asosan 3 narsada bo'ladi. Shuning uchun ham biz implantatsiyaga garantiya beramiz. Жизненni 3 narsani ta'minlasa pasient. Birinchisi, kureniya mumkin emas. Sigaret bilan nos mumkin emas. Chunki sigaret bilan nos dishlarda nalyot paydo etadi. Dishlarning yonboshlarini, bilasizlar, dish doshlarida nalyotlar paydo bo'ladi. Dishning davraklaridan nalyot paydo etadi, dosh paydo etadidan milk yonboshini qisirmay qoladi. Manjetasi ishlamagandan keyin infeksiya ichana kiradi, suyaklar cho'kadi va implantantning rezbasi ochiq qoladi. Va o'sha implantantning rezbasidan mikrob tushadidan implantat ketadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab saharniy diabet va ondan ortiqi. Ayniqsa nestabilniy saharniy diabet. Masalan, pasientda stabilniy 8 bo'lsa sahari, u normal yashashi mumkin. Stabilniy 10 bo'lsa ham normal yashashi mumkin. Implantanti normal yashashi mumkin. Agar nestabilniy bo'lsa, to есть bugun 20, ertaga 15, bugun 8, 6 ishlab aralashib yotsa, o'sha eng yomon disbalans bu, saharning disbalansi va bu milkdagi oziqlanishni, trofikani, regeneratsiyani, milkdagi manjeta funksiyasini, immunitet funksiyasini, to есть milkning himoya reaksiyasini полностью buzib tashlaydi. Shuning uchun ham saharni ondan ortiq bo'lgan balandliklarida va nestabilniy saharniy diabetda, to есть saharning qondagi nuqtalari stabil bo'lmasa, nestabilni o'ynab yotsa, shunda implantat problema paydo bo'ladi. Uchinchisi bu gigiyena. Agar pasient og'iz bo'shlig'ida gigiyena yaxshi bo'lmasa, 100% implantat ketadi. Bu ham yangi birinchi sabab bilan bog'liq. Dishlar dosh boylaydi, implant davrakidan qo'yilgan koronkalar ham dosh boylaydi, ichidan infeksiya o'tadidan implantat tushib qoladi. Demak, xulosa qilsam, implantat integratsiya bo'lincha tushsa muammo yo'q. Implantatsiya qaytadan o'tkazib beriladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi unda. Tazadan implantat kompaniya beradi, chunki hamma biz ishlatadigan implantantlar garantiyali implant. To есть agar integratsiya bo'lmaydi deb implantat o'rnashmay tushsa, implantat kompaniya qaytarib beriladi, doposli rentgenlar tushuntiriladi. Qoluvchi operatsiya jarayonlari hamma protokollar bilan bizga toza implantat keladi. Biz operatsion xarajatni o'zimiz bo'ynimizga olamizda implantatni o'rnatib beramiz. Ikkinchisi, integratsiya bo'lgandan keyin tushsa, kстати, hozircha men 5 yil tejribamda bunday holat bo'lmadi hali. Integratsiya bo'lgan implantantlar tushmadi. Xotu saharniy diabet bo'lsin, xotu kureniya bo'lsin, xotu gigiyena yaxshi bo'lmasa, hozircha tushib bo'lmadi. Chunki bu uchun dum ko'p vaqt kerak. Nechilikni tushuntiraman. Mikrob kiradi suyakka, milklar orqali suyakka,
O'rtacha 1 yilda 1 mm poteriya bo'ladi. Например, biz 10 mm implantant qo'yibmiz. Har bir vetkasi 1 mm dan yeyilsa, 1 yilda o'rtacha uni tushish uchun ham kamida 7 yil, 8 yil kerak. 10 mm ham yemirilib bo'lmaydi-ku. 2 mm qilgan implant 10 yil. Masalan, 8 mm geçiş uchun 8 yil kerak. Demak, agar implantant o'rnatilib, shu sharoitlar bo'lmaganda, sahr paydo bo'lsa yoki gigiyena yaxshi tutilmasa yoki kureniya bo'lgan taqdirda u boshqa xizmat etadi. Oxirgi muddatlarda problema chiqaradi. Shuning bo'lmasligi uchun pasient 1 yilda bir ko'rikka kelib turishi kerak. Именно chekadon gigiyenasi yaxshi bo'lmagan pasientlarimizni 1 yilda bir chiskaga chaqiramiz. Pasientlar chiskadan o'tib tursalar, muammo bo'lmaydi. Endi orqa nega kelsak, implantantni yashash muddati 10 yil, 10 yildan almashtirish kerak desa yo'q, uning bo'lmaydi. Implantant жизненный xizmat etadi. Agar shu 3 narsa ta'minlanmasagina implantant yashamasligi mumkin. Shuning shuni ta'minlab bilgan odam qo'ydirishi kerak. Men har vaqt pasientlarimizga aytaman shuni, implantantda dishga qaraganda 2 barobar ko'p qarash kerak. Agar pasient bir kunda 2 marta dishini yuvib yurgan bo'lsa, implantantni 4 marta yuvgani ma'qul. Implantantda qarash qilinsa, to есть dishlarni shab qarash qilinsa, gigiyena shab tutilsa, nishab chaynalsa, nishab yeyilsa, implantant bilan to'shish shunday bo'ladi. Hech qanaqa muammo chiqarmaydi. Tak, shablon implantatsiyaga o'tirishimiz uchun bizlarga jag'ni 3D varianti kerak, keyin skaner varianti kerak. Biz programmada 3D bilan skanerni birlashtiramiz. Sizlarga aniq bo'lishi uchun novligini tushuntirib beraman. 3D varianti o'sha jag'ni rentgendagi varianti. Bizlarga faqat qattiq to'qima ko'rinadi, ya'ni dish ko'rinadi va milk ko'rinmaydidan ichidagi suyak ko'rinadi. Tushundingizlar? Skaner variantini Skaner variant og'izning ichini skaner etgan vaqtda yumshoq to'qimani oladi va dishni oladi. Tushunib o'tishlaringiz uchun skanerni minusi sunyakni ko'rmaydi, rentgenni minusi milkni ko'rmaydi. Ikkisidan bir dona minus bor. Biz programmada buni bir-biri bilan birlashtiramiz. Endi tushunib turibsizlar, sizda ikki fayl paydo bo'ldi. Birisi suyak bilan dish, birisi milk bilan dish. Biz ikkisini birlashtirishimiz kerak. Ikkisidan bor narsa dishlar o'zgarmas. Bizga dishlardagi nuqtalardan сопоставить etib qo'yamiz programmada. U narsani keyingi safar videosini ko'rsataman. Ya'ni biz ikki xil ma'lumotni bir-biri bilan birlashtiramiz, identichniy bo'ladi. Ya'ni bizda endi o'sha jag'ni, pasiyentning o'sha jag'ini, ham dishlari, ham milklari, ham suyakni urvini chiqadi bir programmada. Endi aytamiz. Bizda nada sifroviy variantda implantant o'rnatib olamiz kerakli mestolara. Sifroviy variantda implant o'rnatishdan oldin bir narsa, bu yerda eng muhim narsa bor. Bu 3D shablonning eng zo'r narsasi bor. Bize oldindan koronka joylashtiramiz. Bize masalan 2 dona koronkani shunday o'rnatchakmiz, tasavvur etinglar. O'zi bize implantant o'rnatishdan maqsad ustuna koronka qo'yish. Lekin implantantni qaysi gradusda, nechalik chuqurlikda, nechalik uzunlikda o'rnatishimizni точно bilishimiz uchun bizlar oldin koronkani qo'yib olganimiz yaxshi. Bu eng zo'r usul hozircha. Biz nima taradik? Biz implantantni qo'yib olardik, boshda suyakni bor joyina, keyin shuni ustuna qolib olib koronka yasar edik. Balkim shaxta beldan chiqar, balkim berdan chiqar. Balkim вообще buni ustuna dish qo'yib bo'lmas. Endi uni xatolab qo'yib bo'lmaydi-da, u urvina bog'liq doktorni. Bundan chiqib o'tibdi. Biz ham bunda oldin dishni сопоставить etib turibmiz. Koronka bo'lajak koronkalarni uni kerakli yerlaridan shaxta ochib, pastdagi implantantlarni o'rnatib turibmiz. Shuning uchun ham bu eng точный bo'ladi. Xo'p, marketing ishlatamiz bu yerda ozgina. Marketing ishlatilgan, kesmasdan implant qo'yish. Uning iloji yo'q. Sizlarga tushuntiraman, qaranglar. Hozir bu yerda materiallarimiz kam, eng keraklilarini olib qo'yibman. Agar biza ko'na usulda bizlarimizni traditsion usulda implant o'rnatsak, setaradik. Milkni elde ishlab kesib olamiz. Keyin milkni ochamiz. Alashtirmaysa perchatkam yo'q. Doğrusu neudobno. Bu materialda perchatka bilan ishlaydi, chunki yopishaveradi perchatkaga. Lekin hozir powerlarni perchatkada chiqadi. Powerlar ham moda. Tak. Biz ham milkni kesib olar edik. İçini ko'rib turamiz suyakni. Implantantlarni o'rnatamiz, milklarni tikar edik ustidan. Bu eski usul. Toza usuldan ichi. Toza usulda biz shablonni qo'yamiz. Bundan milkni kesamiz, faqat milkni tikimiz. Dolayısıyla hozir sizlarga tushuntiraman. Bu marketingga xod deb nishontirma, kesmasdan implant qo'yishning imkoniyati yo'q. Biz uni nedan boshlanib aytib o'tib ketdim. Tikmasdan qo'yishning iloji bor. Dolayısıyla biz uzun katta razrez amonimiz uchun tikmasligimiz mumkin. Keyingisi shunday milkni ochar edik-ku. Yana hozirlar ko'rsatdim. Milkni shunday ochib qo'yib turibmiz, yana kattaroq milklarni ochib suyaklarni ko'rib turibmiz-ku ichida. Shu narsa qilishimiz shart emas, chunki biz suyakning nedaligini точно bilamiz. Bu usulning afzalligi shunda. Xo'p, shablonni qo'yamiz. Va keyin birinchi milkni oladigan narsa bilan milkni olamiz.
Tak. Bu material rezinka, bu milk bilan bize endi milkni tipa sun'iy variantda ishlab qo'yibdilar. Buni necha kesiladi men bilmayman, hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bir martada kesmasligi mumkin. E'tibor etsangizlar, Ostem naborlari ishori bu bilan ne bo'ladi? Точный briketdan kelib 001 joyga tushadi. Ne bo'ldi? Bunu alamiz. Milk kesildi. Demek polibon milk kesiladi ekan. Milkni shuniyati biza implant sig'adigan razmerini qirqib kesib olamiz. Shuning narsa bilan. Busiz imkoniyati yo'q. Polibon. Lekin men hozir shunda bir maslahat berib ketaman, agar buni doktorlar, studentlar ya bir toza boshlanglar ko'rajak bo'lsa, shunday milk nap tashamanglar, chunki milk dim kerak. Iloji bo'lsa, imlatib kichkina razrez beringlar. Kichkina razrez. Bo'ldi. Shu bilan ishni boshlanglaringiz yaxshi. Ozgina travma olishi mumkin ishlaganda, lekin ish milklar ustida qoladi. Buni avtomatik frezni o'zi ochadi, oxirida qo'llarni milkingizni bir instrument bilan ozgina ishlab ochib turasizlar, yana kichkinagina ochilib, mana implantdan kirizilaveradi. Bundan chetadi biza keratinizatsiyani, ya'ni davrakdagi yopishgan milk hajmini ushlab qolamiz va stabilniy rezultat olishimiz mumkin. Bizga milk dim kerak. Implantat o'rnatish uchun suyak kerak, implantantni stabil xizmat etish uchun milk kerak. Demak, bizda birinchi etapda ishimiz shuni milkni olib tashlaymiz. Keyingi etapi buni qaytadan qo'yamiz. Endi buni poyedeyo protokol bo'yicha ishlasak boshqacha, protokolsiz ishlasak boshqacha, sverliniyani boshlash kerak. Start nabordan. Sizlarga bir narsani aytaman. Xo'p, Ostem implant naborimda ikki xil implantant razmer qo'yilgan shablonda, kattaroq va kichkinaroq. Nechun qo'yilganini keyin tushuntiraman, hozir bizlar shart emas. Bu yerda ham shunday, birisini do'sh kattaroq, birisini do'sh kichkinaroq. Xo'p, nechaytamiz? Birinchi frezlashdan boshlaymiz. Eng qiziqlisi oxirga borganda avtomatik stopper bo'ladi. Stop deyadi. Alashtirmaysizlar, buni og'zida netib olinadi baribir. Qaysi razmergacha o'rnatilgan bo'lsa, shu narsalar qo'yiladi. Masalan, davay 3,5 10 deymiz. Tak, doğrusunu aytaman sizlarga. Bu yerda qaysi razmer implantant o'rnatilishi men точно yodimda yo'q. Bu shablonni ishlagan vaqtimiz ko'p bo'lib ketdi. Oradan bir 6 oy o'tib ketdi bu shablona. Men bugun video oldim. Shu vaqtda video olaman deb qo'l değmedi sira. Hozir точно razmeri yodimda yo'q. Qaysi razmer implant qo'yilishi. Lekin menda implantlar bor. Bir implant qo'yib ko'rsataman sizlarga. Davay 4 10 implant qo'yamiz. Hop, endi nima bo'ldi? Ochib qaraymiz. Bizda do'shikpa implant kiradi va ichi 4-10 razmerda kengaytirilib turibdi. Demak, bizga implantant kerak. Hozir implantant olib o'rnatib ko'rsataman sizlarga. Sizlarga bugun toza implantantni ochib o'rnatib ko'raman. Yana Ostem implantlari SA liniyasi 4-10 razmeri. Kakras implant içinchi bo'ladi qiziqqanlar uchun. İçinde ikinci kutu bo'ladi. Buning ichi uzun sterilniy bo'ladi. Bu tarafı uzun sterilniy. Birinchi kutu, ikkinchi kutu, bu uchinchi kutu. Va to'rtinchi kutuning ichida implantlar joylashgan. Xo'p, endi ishlatamiz. Implantning razmeri bor. Implant oladigan narsasi bor. Biz yashilidan foydalanamiz. Aborotni o'zgartiramiz. Implant kodini implantni tutamiz. Yana implantni ko'rinadi. Tak, bu tesi uchun yo'rtda implant. Shablon bilan qo'yamiz. Endi buni o'sha yerda shablonni ishlatmas ekan bo'ladi, chunki implantat loja do'shilgan. Biz implantni yuborsak ekan baribir sho'ra oladi. Lekin biz shablon bilan qo'yishamiz. Modada bizda.
Bizə şunu öyrənib tutmaz. Demək şablonun cayına qıstıramaq yəni. Da implantantını tolab gerisi başımız. İmplantant şuradan ötədidən nöl gene toxtutamız. Şöyle toşunu görünəm, yaxınlaşdırıb. İmplant na messi. İndi bunun üstünə abatment qoyamızda üstüne koronkesini koysak bu oladı. Özü bir de abatmentem təllənən əldindən, lakin məndə o abatment yox, dəlli moment onu zakaz etmək mən. Abatmentem bu, abatmentini koyup üstündən koronkeni koysak 0-0 düşüşü gerek. İşin ərsə kesməzdən implantant onunla işləb aytaladı. Hop, sizlərə nə o xulasa qılamam. Yaxşı nərsə, keləcək şunu ki, şablon implantasiya bu keləcək. Bərabər 1000 optni stomatolog bolğan təqdirdə 0-0 identikni bu dərəcə 0-0 ornatış ehtimalı 99% 100 məs. En yamanı bundan 100 məs bərabər effekt. To есть bir də süngəkli qatıqlığına qarab, şablonlu toşlusuna qarab, aradakı başqa xatalıqlara, skanerini, 3D-ni, bir-birinə sapaslanırlı etkənini, bunun xatalıqları boladı. 3D peçetini yasashını, stilizasiyada özgəriş mümkün. Şuna qarab bir də az qına o arabana özgəriş boluşu mümkün poligonun, lakin katta prosent bolmaydı. Qaçan ekəmiz? Mən qaçan faydalanama? Əgər süngəkli həcmi zor bolsa, verə şablon implantasiya şərt emas. Çünki verə implantantını bemalol doğru pozisiyada ornatış mümkün, xalağan qradusda. Əgər həcm dım kiçikinə bolsa, süngəkli həcmi ötə nazik bolsa, məsələn hər tərəfdə yarım millimetrə, 1 millimetr cay qaldırışım gerek olsa, mən şablon implantasiyadan faydalanamam. Şablonunu özüm planlaşdıramam proqramada, özüm təyarlayam və özüm ornataman. Şöyle etibar alıb qoyuş gerek. Hazırda moda bo'lib ketdi u narsa. Bizə İtaliyaga zakaz etamiz, bizə Koreyaga zakaz etamiz, şablonu deb turibdilar. Faqat bir yerlarni e'tibor etib qo'yinglar. Bu yerda hech qanaqa reklama, marketingni men ishlatyapman. Koreyada bir doktor men uchun 3D'ni, to есть Koreyadagi bir doktor men uchun rentgenni ko'rib, dishni ko'rib, o'zini fikrlashib, plani bo'yicha men implantantni eng to'g'ri pozitsiyada o'rnatib beradi ekan. Savol: men uni o'rinida ishlab bilamanmi? Bu belki men o'rinimdan zo'rdir, belki u men o'rinimdan pastdir. Nima deb sizlarga uni qisqaroq tushuntirsam? Masalan, men hozir bir shogirdim ustoz şu implantni ishab qo'yin desa, bir de 2 mm, bir de 4 mm, bir de 6 mm pastroq topib imdab qo'y deb aytganim bilan og'izda u shu narsani qilib biladimi beri? Nima deyecekman? Kim planlashtirgan bo'lsa implantatsiyani, shu odam implantatsiyani o'tirishi kerak. Demak, Koreyadagi qaysidir doktor planirovka etib bergan dish, planirovka etib bergan nima bilan 3D pechat bilan, 3D model bilan, pechat bilan, shablon bilan implantant o'rnatish menimcha to'g'ri ish emas. Doktorning o'zi netishi kerak, planirovka etishi kerak programmada, o'zi pechat etishi kerak bu narsani. Желательно o'zi qilgani yaxshi va keyin implantantni o'rnatsa bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Qaranglar. Например, birov men buni planlashtirib berdi, men emas. Birov planlashtirib berdi. Men nereden bilaman bu точно shu yerga joylashganmi? Balkim bu boshqa rakursga ketgandi. Bu xato ketgandi balkim. Men buni to'g'ri deb o'ylab o'tirganim bilan. Bu shablon qo'yilib o'rnatildi degan точно shu mesda tushdi degani emas. Например, shablon oxirigacha o'tirmagan bo'lishi mumkin modelda, chog'da. Balkim bu shablon qo'yiladi hammada ishlab bo'lmasdi. Balkim miltni hajmi kattadi, balkim shunga kattaroqdi va brendingda tortilib qolgandi. Biz uni xato to'g'riligini ko'rishimiz uchun ham bu shablonni men o'zim planirovka etgan bo'lishim kerak. Shunda bu implantatsiya точно bo'ladi. Xo'p, menimcha tushundingizlar meni. Ya qisqa boshqacharoq tushuntiraymi? Nima deysiz sen? Tushunarli bo'ldi, gapim. Shu narsa selim tikmasdan, kesmasdan implantatsiya edi. Men buni yana bir marta takrorlab aytaman. Tikmasdan implantatsiya deyish mumkin, chunki buni ustiga hozir formirovatel qo'yiladi. Ga shuni ham birga ustib beradilar, patsient neyimizni. Bunda formirovatel degan narsa, buni ham ochib ko'rsataman. Bu bir formirovatelimiz bu boshqa stilizatsiya ishlatish mumkin-da, implantant poteriya bo'ladi baribir. Uch holatga kelgandan keyin formirovatelni olaman, 1-2lik ключ olaman va joyina qo'yaman. E'tibor qilgan bo'lsangizlar,
tayyor formiravator tayyor mestoga urinib turibdi. Endi meni tikmak ham kerak emas. Chunki bu yerda kesilgan milkni razmeri bilan biza qo'yiladigan implantat va ustidagi formiravatorning razmeri identichniy. Shuning uchun ham hech qanaqa tikmasdan shunday holatga kelish mumkin. Sho'ri удобный. Lekin men bo'lsam imindab ishlashni afzal ko'raman. Hozir men imindab ishlayman. Milkni ozgina razrez berib, bu milkni saqlab qolaman. Bu ham shu narsani qilsa bo'ladi. Hozir shuni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Faqat ish implantatni o'zini qo'yib ko'rsataman olib, halashtirmaysizlar. Yana bir marta implantat ochib o'tiramiz. Implantat ochib eksperiment qilib ko'rsatadigan narsa emas bu. Neyim qanaman? Tikir uchun. Bunu qaytarib oling. Belni o'chirib tashlasammi? Turaversammi? Живой bo'ladi. Tak обратно torqa qo'yamiz. Yana implantat. Yana savol bermoqsiz pasientlar. Bu implantni ishlatib qolaman deb. Buni ishlatib qolmaydi endi. Ketdi bu implantat. Xo'p, mana o'zi bilan qo'yib turamiz. Davay bunda ko'rsataman sizlarga. Milkni kesib qo'ydim bu chetini. Skalpel bilan band tarafini boshlaymiz. Endi birinchi frez. Hop. Tak. Ne bu onu ben bilmem, lekin çoğu katıp kaldı bu sefer astara aylantiramiz bu. E'tibor etinglar, bu yerda milk o'raldi ozgina. Milk ozgina o'raldi bu narsaga. Lekin og'izda bunday bo'lmaydi. Milkni o'zi yumshoq narsa-ku, harakatchan narsa-ku. Frezlagan vaqtimizda frez milkni olmaydi ichon tarafa, frez italab turadi. Faqat implantni qo'yacak vaqtda shuni bir qo'limiz bilan tortib turishimiz kerak. Hozir shu narsani ko'p ko'rsataman sizlarga. Endi beriga o'tiramiz implantni. Milkni qo'limiz bilan instrument bilan tortamiz. Bu yerda hozir ochilmoqda. Men har safar ishon chetini ochib qo'yardim. Kontrol etish uchun ham. Hozir bu yerda ochilmoqda. Endi bu siz o'rnatamiz. Atak ochib qo'yganimiz ma'qul bo'ladi. Ya bo'lmasa, onsat varianti bor. Buni keldimi? Onsat varianti bu yerdan bir tikin olib, bunday deb tortib yana taraf tikib qo'yamiz. Все. Mana hozir как раз osilib turibdi ichi. Video ishini ololmaydi, zarur. Вот, пожалуйста, sizlarga ikkinchi xil variantda implant o'rnatish. Buni formiravatorni olamiz. O'rnatamiz. Bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda ham точный ishi bilan bir xil. Shu biza oldindan planlashtirgan положение implantat o'rnatildi, faqat milkni ham saqlab qoldik biza. Shu narsaga shablonli implantatsiya deb aytiladi. Pluslarni, minuslarini aytdim. Agar yana bo'lsa, doполнительный video qo'yishim mumkin. Salomat bo'lasizlar.